Assalomu alaykum. 20-aprel Leogarden olma bog'ida avvalgi videolarimizda o't o'ldiradigan dorini sepish jarayonlarini ko'rsatuvdik. Mana uni ta'siri va u natijasini bizga ko'rsatdi. Mana o't o'ldirgan ko'kish joylari sal silabiy tegan joylar. Asosan tegan joylar mana o'sha to'liq sarg'ayib, traktor yurmaydigan joy. To'liq o't o'sha zaharlantirib to'xtatildi. Va bu yoq tomonda mana dori tegmagan ko'k joylarini drabilka yordamida mana o'rish ishlari bo'lyapti. Leogarden olma bog'ida dorilangan joyga traktor kira olmaydi. Mana traktor kiradigan joylarni traktor yordamida o'rib tozalash ishlari bo'lyapti. Leogarden olma bog'i.